Solnishkam qayerdasan? Men ishda edim, ishda. Bo'ldi, hozir borib o'zim uyingga kuzatib qo'yaman. Yo'q, shart emas. Anaqa men ammamlar bilan birga edim-da, o'zligi olib borib qo'yishar ekan ammamgilarni. Ammang bormi? Mayli. Yaxshi o'tirdingmi? Qancha ko'rishingiz endi? Yigitim unashtirilgan yigitim. Voy, o'tdim. Hozirchi nima desalar xo'p deysiz, xo'pmi? Voy, men ketdim, mayli. Voy, Botir aka. Assalomu alaykum. Nima qilyapsiz bu yerda? Bravo. Ammang shumi? Siz ammasimisiz? Ha, ammasiman. Ismingiz nima sizni? Zebo. Zebo opa yaxshimisiz? Menga qara. Ana xolam bilan yuribman derding. U xolang qani? Nima aytyapsizmi? Xolasi ham kelibdi-ku. Sizning ismingiz nima? Mavlud opa tikuvchisiz, ha? Menga qara, bularga meni kim deb tanishtirgansan? Yangam. Gul yangaymi? Men Gul yangasiman buni. Bir dugonlar yig'ilib qolibmiz, kelinglar bir g'iybatlashib o'tiraylik. To'g'rimi aka? Urug'ayma o'yinga sani. Xolasi, ammasi, singlisi, opasi, hammasi toshin otarkan. Talabalar, yakuniy nazoratni boshlaymiz. Telefondan foydalanish bo'lmasin. Hamma telefonni stolning ustiga olib kelib qo'ysin. Tushunmadim talabalar, bu nima qiliq? Olib kelib qo'y telefonni. Qani endi talabalar, savollarga javob yozishni boshlaymiz. Ketdik. Tomoqini. O'ylasan hozir yana qizarib ketdi. O'ylaylar, palada hech narsa yo'qmi? Hamma ma'lumot telefondami? Ol padariga la'nat shu telefonni, ol! Rahmat. Xudoga shukr, ana o'lay dedi. Ustoz, bitta qiyin savol bor ekan, yordam bera oling. Xo'sh. Loy jangi qachon bo'lib o'tgan?